ikkala muhim gap. Bolajonim, Ozodjon hozir to'lovlari bor-da. Bular bo'lmasga pul so'ramay turinglar. Iloji bo'lsa-chi umuman so'ramanglar. Lekin ertaga diyoram bayram edi ojon. Aytib turibman-ku hozir to'lovlari bor bolamman. Ona akam ko'rmadingmi? Akang nima qilasan? O'zi ishim bor edi. Qizim, qara hozir akang to'lovlari bor. Bular bo'lmasga pul so'ramanglar. Iloji bo'lsa umuman pul so'rama, xo'p? Aka! Akang nima qilasan? Mashinasini so'rab turmoqchi edim. Hech nima so'rama. Hozir xarajatlari bor. Shunaqa pul berish kerak, bilasanmi? Hozir boshidan so'rang, benzinga pul ketadi. Avtobusda bor. Kechqurun 11danmi ona? Bo'lmasa uyda o'tir. Hech qayerga ketmaysan. Bolam Ozodjon hozir Yevroxavfda uyab qo'ygan to'lovi bor. Hech kim pul so'ramasin, mehribonda to'lab berishga harakat qiladi. Men hammaga kelib chiqdim, qarindoshlarga ham aytdim. Bolajonim qiynalib qolmasin deyman. O'shaning uchun mana sizlarga kampit. Bo'ldi, dadanglardan hech qanaqa kampit, hech nimaga pul so'ramanglar. Ozodjon, bolam, sana gapim bor edi. Bilaman, hozir to'lovlaring ko'p. O'zim men senga yordam berishim kerak, bolam. Yordam berish kerak? Ha, yordam bering. Sen bilasan, hozir sharoitim yo'q. Tushunarli. Gapingizda hididan tushunarli. Qancha? 200. Xolaymi, to'y bo'lyapti-da, berishim kerak. Xolam to'y bo'lyapti? Bolasida. Rahmat sizlarga. Baraka toping, malades bolam. Mana duo qo'yman.